Şovat bugün kanal abunachilari. Şovat tarixida keyingi 15 yillikda etilgan eng katta proyektlardan birisi Şovat City haqida gaplashamiz. Şovat City no degan savol paydo bo'ladi hammamizda. Shu videoni oxirigacha ko'rsangizlar, shu savolga qisqacha javob bermoqchiman. Şovat City bu yangi O'zbekiston massivi majmualarini ichiga giradi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori bilan 2021-yil 21-aprelda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev PK 5087-farmon bilan imzolaganlar. Hamma viloyat, hamma tumanlarda qurilish boshlanishini qiladi. Şovat City Xorazm viloyatidagi Urganch City, Xanqa City'lar bilan birga boshlangan birinchilardan bo'lgan qurilishlardan birisi. Bugun bize Behruz Building qurilish kompaniyasi tomonidan Şovat City'da qurilib turgan xonadon haqida gaplashamiz. Behruz Building o'zi xalqimiz ishonchini qozonib bo'lgan, Urganchdan ham o'z uylarini topshirgan egalaridan o'zi Şovatdan ham qurilish boshlabdilar. Shu sababdan bizani chaqirdilar sizlarga yetkazish uchun. Shu ko'rib turgan uyingiz 13-dom bo'ladi. Şovat City'da joylashgan. Bir xonali, ikki xonali xonadonlarni sotib olsangiz bo'ladi bu uyda. 38 kvadratdan boshlanadi, bahasi 200 million so'mdan boshlanadi. Uning bahada Şovatdan hali uy topib bilmaysizlar. Gazından, svetinden problema yok. Suvundan ham problema yo'q. Sentralniy kotelniy bo'ladi. Markaziy isitish sistemasi bo'ladi. Bu yerda qishda issiq bo'ladi, undan problema yo'q. Hozir ko'pchilikni qiynab turgan savol, Şovat City, Şovatning cheti bo'lib qolmaymi? Şovat City bo'lgandan keyin markaz bo'lishi kerak. To'g'ri, Şovatning markazi bo'ladi bu. Nechun desa, Tamojidan boshlanib, Quruqdan o'tib, Ko'na-Urganchga ulanadigan yo'limiz magistralniy yo'l bo'ladi. Ustek to'g'risini Şovat tumani uchun sentralniy bo'lgan yo'l o'tadi. Markaziy yo'lni kesishmasi bo'ladi, asosiy yo'l. Şovat City majmuamizda içinde o'zini bog'chasi, maktablari, sport majmualari, sizlar xohlagan do'konlar, supermarketlar hamma narsa shuni ichida joylashadi. Arzon, ixchamli uy qidirib yurganlar uchun eng zo'r tanlov bo'lsa kerak bu uyimiz. Nechun desa bu Şovat City'ning markazida joylashgan bo'ladi. Bu 5 qavatli uyimiz почти qurilish tamomlangan, o'sha 5-qavatini qo'yib turibdilar. Xudo xolasa noyabrda topshirish niyatlari bor. İşonchli xonadon kerak bo'ladigan bo'lsa, Behruz Buildingga murojaat etaverasiz. Nechun desa, men o'zim hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Hammasi garantiyali, umuman gap yo'q. Hokim tomonidan pechatlangan, tasdiqlangan. Sizlar ham nov savollaringiz bo'lsa, kelib shu Salkon ofisda, savdo ofisida o'tirib savollaringizni berib javob olsangizlar bo'ladi. Şovat City'dagi xonadonlarimizning asosiy sotuvchi ofisi shu ko'rib turgan binomiz 2-qavatda joylashgan. Nomerlarini aytib o'tdik. Bu binamiz Uztekis'in doğrusunda joylashgan. Gelip ikinci etaja chiqsangizlar hamma ma'lumotni olsangizlar bo'ladi.